voqealarga duch kelamiz, to'g'rimi? Afsuski, ta'lim singari muqaddas sohalarda ham pora, tanish-bilish va adolatsizlik singari illatlar chuqur ildiz otgan. Bu shunchaki bir sahna emas, bu ko'pchilik yuragidagi og'riq, hatto bu ba'zi joylarda hanuz davom etayotgan fojia. Bugun biz talabalar, o'qituvchilar va universitet mas'ullari bilan yuzma-yuz suhbatlashamiz. Korrupsiya ta'lim sifatini tushirishda qanday rol o'ynamoqda va bu talabalarga qay darajada ta'sir ko'rsatmoqda? Keling, mana shu kabi savollarga bugun birgalikda javob izlaymiz. Hozirgi vaqtda universitetimiz tomonidan tashkil etilgan anonim so'rovnomalar o'qituvchilarni xolis baholash va korrupsiyani oldini olish uchun qo'yilgan katta qadamlar desam yanglishmagan bo'laman. Korrupsiyaga qarshi kurash har birimizdan boshlanishi kerak deb hisoblayman. Albatta, oliy ta'limda korrupsiyani borligi bu davlatni tanazzulga uchrashiga sababchi bo'ladigan illat hisoblanadi. So'nggi paytlarda mana muhtaram prezidentimiz tomonidan juda ko'p qarorlar, farmonlar chiqqan. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha davra suhbatlari, mutaxassislarni chaqirish va talabalar o'rtasida rasmlar tanlovi, insholar tanlovlari o'tkazilib kelinmoqda. Bu albatta bu keng targ'ib qilinishi kerak bo'lgan juda katta bir jarayon hisoblanadi. Litseyda o'qiyotgan paytimda shunaqa voqea bo'lganki, bir dugonam qizil diplomni qo'lga kiritgan, lekin uni barcha baholari a'lo darajada bo'lmagan. Direktorimiz uni tanishi bo'lgani uchun u qizil diplomni oldi. Bu menga juda ham qattiq ta'sir qilgan. Shunday vaziyatlarga chora ko'rilishini so'rardim. Har bir intervyu bu haqiqatning bir bo'lagi. Kimdir jim qolib yashaganini aytadi, boshqasi dadil chiqib adolat uchun kurashganini. O'z huquqini bilgan, haqiqatni aytishga jur'at topa olgan har bir inson o'zgarishning boshlanishidir. Bugun talaba gapirsa, ertaga jamiyat uyg'onadi. Bugun o'qituvchi halollikni tanlasa, ertaga kelajak porlaydi. Shunday ekan biz tanlaymiz halollikni, adolatni va porloq kelajakni.